Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammedin. Ve alihi ashabihi ecmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum, hurmatli Aziz Rahmon kanalini kuzatuvchi muxlislarimiz, obunachilarimiz. Bugun shunday bir chiroyli kunda, ya'ni yangilanish, o'zimizni eski qadriyatlar bo'yicha yangi yil kuni, Navro'z bayrami kuni bahorda eng qiyros kunlarda hamda Ramazon oyining 30 kun ro'zalarini tutib poklanib, barcha gunohlardan forig' bo'lib chiqqan holda sizlar bilan uchrashib turganidan g'oyat minnatdorman. Barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Kecha efir qila olmadik, sababi yo'qlaydigan joylar, ehsonlar juda ko'p bo'ldi. Bugun ham shunday bo'ldi. Bir qancha bemorlarni borib ko'rdik, bir qancha ehsonlarda borib duoyi fotiha qilib berib keldik. Bugungi chiqishdan maqsad ham shunday bir sizlar bilan g'oyibdan bo'lsa ham yuzlashib, haqlaringga duo qilib, hammalaring qo'l ochtirib, bemorlarda boshqa mushkulot tushganlar haqlariga duo qilish maqsadida bugun sizlar bilan uchrashib turibman. Mana oddiy bir meni fikrim misolda, biz hozir umid qilyapmiz, 30 kun ro'za tutdik. Biz endi onadan chaqaloq qanday tug'ilsa, shunday va'dasi bor Allohimda. Shunday agar gunohsiz gunohlarni, xuddi tog'icha gunohi bo'lsa, gunohlarini kechiraman degan. Umid qilamizki, onadan yangi tug'ilgan go'zak gunohlarimizdan forig' bo'ldik biz. Agar bundan ba'ga iymon e'tiqodda yashasak, gunohlardan uzoqlashsak, inshaalloh iymon bilan yorug' yo'l bilan Allohning dargohiga boruvchi bo'lib qolamiz ekanda. Eng kechirguvchi zot, eng mehribon zot kim? Albatta, Haq subhanahu va taolo. Qancha gunohlar qilamiz, qancha bilib bilmay mish-mishlarga aralashib og'zimizdan gaplar chiqib ketadi. Umid qilamiz, Alloh kechirgin, Alloh bizni kechiradi. Mana endi bu gapni parvoni uzoqdan olganim, hozir mana ukamiz avvalambor aytib qo'ying, shu Sirojiddin Obidov, Sirojiddin media bilan men hech qachon ko'rishmaganman. Faqat shu YouTube orqali taniyman. Hatto telefon orqali ham gaplashmaganman. Lekin hurmatim ziyod. Qaysi bir muammoli ishlar bo'lsa, jonni jabborga berib yuborib, ochmi, to'qmi, tundimay, kundimay, sutkani xohlagan vaqtda o'sha odamning muammosidan yurganlarini ko'plab guvohlari bo'lganmiz. Misol uchun mana hozir yana chiqishni boshlab bordi, G'ayrat do'stim degan yigitni eslaylik o'shanda. Bitta oxirida o'zi qolib, Banisildan olib chiqib, uyga olib borib, jonini jabborga berib, shu yigitga xizmat qilib yurgan edi-da. Endi mana shu bolani hozir hafta tili bilan bo'lganda olib kelib qo'ydi endi. So'roq savollar qilyaptimi, hali tugadimi yo'qmi, bu tergov siri bo'ladi, biz bilmaymiz, nimani so'rayapti, qanaqa moddalar qo'ygan buni ham bilmaymiz, lekin taxminlarimiz o'tgan safar aytgandek 168, agar birovga jindilik bo'lsa, qo'rqitgan bo'lsa 165 qo'ygan. Endi 211 da nima uchun qo'ygani noma'lum. Bu albatta tergov davomida yoki sud davomida olib tashlansa kerak deb Allohdan umid qilamiz-da. Bitta gapda men bu gapni o'sha ariza berganlarda manzillariga aytmoqchiman. Bir onaxonlar ekan. Men ularda shaxsiyatiga hech qanday bir yomon gap gapirmoqchi emasman. Qanchadir pullari sarflab, shu yigitga o'sha pullarini ololmagandan keyin shu arizani yozib beribdi. Ariza juda tez qabul qilinib, to'g'ridan to'g'ri. Hali buni bunday tergov tugagancha qamoqda ozodlikda yursa ham bularni qamashib qo'yibdi. Hurmatli singiljonlar yoki opaxonlar yoki onaxonlar. Hozir aytdim, bekorga aytmadim. Alloh bizni shunchalik gunohlarimiz bilan barcha qiliqlarimizdan kechiradi deb umid qilib jannatdan umidvor bo'lsak-ku, o'zimiz juda arzimagan bir bahona bilan shunday bir bolalari chirqirab, ayoli bir aytaylik bemor holatda
bir yordamga muhtoj holatda hozir qamoqqa olib kelib qo'yishi qaysi ahli iymonga to'g'ri keladi? Sizlarni yomonlamoqchi emasman, bir o'ylab ko'ringlar. Arizalaringni qaytib olmaysizlar, endi qaytib ololmaysizlar, endi u ishga kirib ketdi. Sizlardan bitta iltimosim, o'sha sudda guvohlik berib, jabrlanuvchi sifatida qatnashganlaringda o'sha moddiy zararlar qoplansa, davolaringdan voz kechinglar. Ba'zi qaraganlar ma'naviy zarar bo'ldi, boshqa deganlarning gapiga quloq solmanglar. Alloh ham bor, oliy hakam. Bu yerdagi hakamlar, sudyalar bu biz davlatdagi konstitutsion huquqimizni himoya qiladigan sudyalar. Bizni har ikki dunyoda himoya qiladigan Haq subhanahu va taolo bor. Sizlardan shu bitta iltimosimda. Faqat buni Sirojiddinlar adresiga aytmayapman. Mana yigit oti nima Furqat Ro'zimetov edi, buni ko'rsatuvlarni ham bir chiroyli ko'rardim. Dona gapirib, qonunlarni tushuntirib, xalqqa yordami tegayotdi. Shu yigitga duo qilganlarga ham shunaqa fikrdaman. O'ylab ko'ringlar. Hammamiz ertaga bir yerda to'planib savol javob qiladigan kunimiz keladi. Qachon bo'lsa ham keladi. U uzoq vaqt endi. Endi shu kunlarda men bir ikkita, uchta bemorlarni borib ko'rdim. Juda og'ir holatda. Yig'ilmoqdan beri bo'lib haqlariga duo qilib o'tiribman. Ularni ism bilganlarimni aytaman, sizlar ham qo'llaringizni duoga ochib, shuni haqqiga duo qilamiz. Muxtasarxon singlimiz, Ulug'bek bir ukamiz juda qattiq dardlar tortyapti. Mana nimada o'qib ko'rgan bo'lsalaring, izohlarda iltimos qilib duo qilishimizni so'ram. Namangandan bir Jaloliddin degan bir ukamiz o'sha Toshkentdagi qon quyish gematologiya markazida juda og'ir ahvolda yotib ekan. Bolalari bor ekan va boshqa bemorlar haqida. Men doim nimaga duoga yopishib olyapman. Men balkim ko'proq gunohkor odamdirman. Men yomon odamdirman. Faqat Allohdan men tilanyapman xoloski, shu menga qo'shilib qo'lini ochganlar qaysi biridadir. Bitta bemorda, bitta mazlumada yoki bir musofirdagina farishtalar amin deb Allohga yetkazsa, ajab emas deyman-da. Shular dardiga shifo bersa Alloh taolo. Qani bo'lmasa bir duo qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigoro, mana shu ulug' ayyom kunlaringda, mana shunday yangi yil Navro'z bayramidan bu hayit yana qachon keladi? Bizni hozir yer yuzida yana tug'ilgan bola ham buni ko'rami yo'qmi, uni Alloh biladi. 100 yilda kelami, 200 yilda kelami. Bu yil shunaqa bir chiroyli kelgan nimalar deb qoldik. Fevral oyi misol hamma kunlar 4 kundan bo'ldi. Shunaqa kunlarda turibmiz. Shunday ulug' ayyom kunlardan Allohim sendan tiladik. Mana shu dars tortib har bir nafasda Alloh deb yotganlarning dardiga shifo kamol bergin. Allohim shunday ro'za ulug' ayyom kunlarida bola chaqalardan uzoqda nima qilganini bilmay mana shu vaqtga kirganlarga o'zing yengillik bergin, o'zing omonlik bergin. Sog' salomat omon chiqib shu bola chaqasini oldiga qaytishga bo'lsin, ro'za nasib aylagin Parvardigora. Musofirda yurgan birodarlarimiz bor. Har bir qadamida, har bir hayotida xavf bilan yashaydi o'zga yurtlarda. Alloh o'zingga omonat, o'zing asragin bulardi. Barchamizni bilib bilmay qilgan gunohlaringni kechirgin. Allohim, mana bu yil shu holimda men o'zim ham bemorman, yura olmayman. Shu holatda Ramazon oyi ro'zasini bir chiroyli tutdim. Yanagi shu Ramazon oylariga ham sog' omonlikda mana shu meni hamma ko'rganlarimni birga yetib kelish omonlikda yana Ramazon ro'zasini tutishda ro'za nasib aylagin. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi ashabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rohim. Allohu akbar.